Assalomu alaykum kitobsevar kitobxonlar. Baliqchi tumani axborot kutubxona markazi yana bir kungi ish faoliyatini boshlamoqda. Bugun sizlarga kutubxonamizdagi asosiy bo'limlardan biri bo'lgan fondlarni to'ldirish, saqlash, ularga ishlov berish xizmati haqida tanishtirib o'taman. Bu bo'limda 2 nafar mutaxassis ish faoliyatini olib boradi. Xizmat rahbari va mutaxassis. Axborot kutubxona markazimizga yangi kelgan adabiyotlar, kitobxonlarimiz qo'liga yetib borguncha bo'ladigan ish jarayonlarimizni sizlar bilan bo'lishsam. Avvalambor, yangi kelgan adabiyotlar hisobga olinadi. Kitoblarga texnik hamda ilmiy ishlovlar beriladi. Texnik ishlovda kitoblar inventar kitobga hisobga olinib, nomerlanadi. So'ngra muhr bosiladi. Qaytarish varaqasi va cho'ntakcha yopishtiriladi. Ilmiy ishlov berishda har bir kitobga talon, pasport hamda kartochkalar yozilib, yarlichoq yopishtiriladi. Kitoblarga ishlov berilgandan so'ng har bir adabiyot unikat dasturiga tushiriladi. Ish jarayonlari tugagandan so'ng abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmatiga kitobxonlar foydalanishlari uchun topshiriladi.